Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yana desa ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozir 1 metrliklar ishlab chiqaryapmiz. 1.7 cm qalinligi, eniga 1 metr yon holatda chiqyapti. Endi hozirda mana qolganlarini ham sizlarga aytib o'tay. Mana qolgan desalarimiz ham bor. Abyomga hozir bunisidan kamida bir 50 ta 60 ta chiqadi. Hozirga tayyorlari bor, ya'ni tayyorlab qo'yapmiz. Usta bundan 100 ta undan chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 1.7 qalinligi ishxonadan olib ketishga 680 chetda beryapmiz. Oxirgi narxlari 700 mingdan ham olib beryapmiz. 50 ta olsa 700 ming so'mdan olib beryapmiz. Mana desalarimiz buni 720 mingdan dastavka qilib beryapmiz. Ko'proq olsa shu yerda qolishlaydigan bo'lmasa 700 mingdan beryapmiz. 4 ta pog'onali 1.7 eng o'sha nimasi profildan yanada qalinroq profil qo'ydik. 700 kilo 800 kilo olyapti. Maksimal ko'tarishi. Turbalarimiz mana qalinliklarini syomka qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu qalinlikda 1.7 chiqyapti. Hammasi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Zakaz beraverasizlar. 90lik 533 56 53 raqamimiz. Yaypan, Qo'qonda Yaypan degan joyda joylashganmiz.